Assalamu alaikum, hurmatli Moskvada emgekten жүрген mekendештер. Biz kecha 1 oktyabr Moskvadan granitsaga chiqqan bolchubuz. Bugun 2 oktyabr. Xudoyga shukr, o'ta yaxshi borib kelib o'tamiz. Biz очередь 1 soat, 1,5 soatdan qolmay kirib chiqdik. Anan mol passajirlerden o'ylarini o'qib qo'ysangizdar o'zingizlar. Mana men 3 yildan beri bezdakmen akamiz bilan borib keldik, problema bo'lmadi. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli Moskvada ishlab turgan mekendeshlar, do'stlar. Men kelganim 6 oy bo'ldi. 6 oydan ichida 3 oy bezdakmen yurdim. Shunday birini so'rashtirib, shu Sovet degan baykani topdim. Al men сөйлөшсөм эле ukom qo'rqib dokumentga yordam beramiz, granitsaga chiqib kel dedi. Buna Xudoy bo'lsa granitsadan omon eson o'tib ketamiz, jo'q dokumentimizni jasab. Shayr bunday muzika menen yaxshi kelayotamiz bo'lsa, xayr bo'lsinlar bizlarda. Assalomu alaykum jamoat. Kecha 1 oktyabr yo'lga chiqib, bugun 2 oktyabr qayra Moskvaga qarab ketdik. Qanday bir dokumentdan problemangizlar bo'lsa, Savlet aka qayrilsangizlar, barligidan yordam beradi. Assalomu alaykum Moskvada tug'anlar. Kecha biz yo'lga chiqqanmiz. Mana granitsaga qaytib o'tamiz. Granitsadan botlab o'tdik. Bu dokumentga faqat bo'lsa shu Savletdagi jo'lsangizlar, Sanastar bir to'g'on bir sevdim. Здравствуйте, я благодарю Savlet. У него хороший братишка, хорошо пересекли границу, все хорошо, отлично, без очереди, все в хорошем уровне. Sizga çok rahmat, işinizge iyilik, shunday elning xizmatida yordam berib turadingiz. Savletga rahmat.